Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ukam bilan men bir uyda birga yashaymiz. Ukam bo'ytaq, lekin zakot ayrig'idek iqtisodi bor. O'zining oilasi bo'lmaganligi uchun bo'ytaq ukamga qurbonlik qilish vojib bo'lamdi yoki biz bir uyda bo'lganligimiz uchun men qilsam kifoya bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bir qurbonlik kishining o'zi va xotin balchaqalari uchun yetarlik. Agar chiqimini atsi qilib beradigan bo'lsa, bir uyda o'ltirgan cho'ng balchaqalarga ham shu bir qurbonlik yetarlik. Yana ular bilan bir uyda o'ltirayotgan aka-uka, jiyan va tag'a qatorliq tuqqanlarning iqtisodi va turmush xarajati bir bo'lsa, ya'ni ularni mushu oila egasi boqadigan bo'lsa, ularga shu bir qurbonlik yetarlik. Chunki ular bir oila hisoblanadi. Ammo iqtisodi ayrim aka-uka, jiyan, tag'a qatorliq tuqqanlarning qurbi yetgan ahvolda o'z oldiga ayrim qurbonlik vojib bo'ladi. Demak, xarajat qilib boqquchi bir bo'lsa, bir qo'y yetarlik. Har kishi o'zining xarajatini o'zi qiladigan bo'lsa, yetarlik emas. Tuqqan bo'lmagan kishilar biror oilaning uyida turgan ahvolda u oila u kishining xarajatini qilib boqmaydigan bo'lsa, u oilaning qurbonligi ularga yetarlik bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.